Assalamu alaykum muhtaram televizor görüp atkanlar Erkin Asya Radyosu Tor Televiziyasının Haftalık Haberler programması. Bu programımızda muş bir hafta jarayonida radyomuzda Uyg'urlarga dair berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Ben Erkin. Men Gulchehra. 17 may Türkiye'nin Atatürk aydırımında to'silingan 98 nafar Uyg'ur seshanba kuni qo'yib berilgan. Xabarlarda bu Uyg'urlarning Urumchidan Xitoy pasporti bilan yo'lga chiqqanligi, atkazchilarning damiga tushib, saxta Qirg'iziston pasporti bilan Turkiya orqali hajga manganda to'sib qilinganligi ilgari surilgan. Ma'lum bo'lishicha, to'sib qilingan 98 nafar Uyg'ur navbatda Urumchiga qaytarilish oldida turmoqda ekan. Ular qaytarilgandan keyin Xitoy hukumatining jazosiga uchrashi ehtimolligi ularning urug' tuqqanlarini andishiga solgan. Yaqında Xitoy bozor boshqarish xodimlarining Pichanda yayma aşkan bir Uyg'ur ailesi qilgan zo'ravonligi ijtimoiy taratqular orqali oshkor bo'lgandan keyin kuchli inkas paydo qildi. Texi o'tgan oyda 3 yoshli bir Uyg'ur bolasining o'z oilasining yaymasini qo'g'dash uchun Xitoy bozor boshqarish xodimlariga ko'rsatgan qo'rqimsiz qarshiligi butun dunyodagi taratqularda ulab xabar qilingan edi. Bu qitim Pichanda yuz bergan mazkur voqea Uyg'urlarning o'z vatanida uchrayotgan xo'rliqlarini yana bir qitim dunyoga oshkor qildi. Muajiratdagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilar bu vaqtda inkas qaytirib, Uyg'urlarning o'z tuproqidami ikkinchi darajalik puxra bo'lib qolganligini ilgari surmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy analizchi Wang Dahao Sumurug to'g'rida terrorlikning kapital manbasi Xotan Qashtishi nomli maqola e'lon qilgan. Mazkur maqola yaqinda Uyg'urchaga tarjima qilinib, tor betlarga qo'yilgandan keyin Uyg'ur o'qirmanlar orasida kuchli bas munozara qo'zg'agan. U maqolada Uyg'ur Qashtish savdogarlarini bo'lginchilar, diniy asabiylar va terrorchilarning kapital yig'adigan obyektiga aylanib qoldi deb bo'ktan chaplagan. Halbuki Xotan shahrining Yo'rinqas saqchixonasidagi navbatchi xodimlar radiomiz ziyoratimizni qabul qilib, Xotanda yuz bergan zo'r voqealar ichida Qashtishiga chetilgan delolarning yo'qligini ta'kidladi. Muajiratdagi Uyg'ur kuzatuvchilarimi Wang Dahao'ning bayonlariga qarshi raddiya berib, ularning asossiz bo'ktan ekanligini ilgari surmoqda. Dünya Uyg'ur qurultiyi yaqinda 2016-yillik Uyg'ur kishilik huquq dokladini e'lon qildi. Mazkur dokladda 2015-yili Sharqiy Turkistondagi va chet ellardagi Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash ishlari davomli orqaga chekindi deyilgan. Doklad yana Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi kurashni bahona qilib, Uyg'ur xalqining eng aqalliy yashash huquqlariga daxli ta'ruz qilayotganligi ko'rsatilgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining mudiri Dolqun Aysa bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilib, Sharqiy Turkistonda insonlarning kundalik normal yashash huquqi tahdid ostida qoldi deb ko'rsatdi. Oldingi haftadan buyon Uyg'ur elining janubiy va shimolidagi ko'p qism joylarda kalkun ofati va qumliq bo'ron avariyaning ko'rilganligi xabar qilingan edi. Egallanishicha, Uyg'ur elida ko'rilgan qum bo'ronli avariya atiyazliq terilg'u ham xalqning normal turmushiga kuchli ta'sir paydo qilgan. Xotanning Lopnayisiga qarashliq ma'lum yezidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan Uyg'ur dehqonlari qum bo'ronli avariya ta'siridan haftalarcha to'p yig'ib dehqonchilik ziroatlarga og'ir zarar yetkazganligini bildirdi. Ular yana yerlik doiralarning kalkunda mudofialanish, qumlashning oldini olib ko'kartish qurilishi olib berish degandek banolarda dehqonlarni osharga tutayotganligini oshkor qildi. O'tgan hafta ijtimoiy taratqularda Şinjindagi Dongmin saqchixonasi chiqargan Uyg'urlarning uchurlarini to'plash jadvali oshkor bo'lgan edi. Radiomiz Shinjin va boshqa Xitoy o'lka shaharlaridagi mehmonxonalardan ahvol surishtirganda, ular birdek Uyg'urlarga yotoq berilmaydiganligi, mehmonxonada yetish uchun saqchixonaga tizimlatib xat elish lozimligini bildirdi. Bu arada yana bir nafar Tibet yoshining Xitoydagi bir aerodromda tutib qilinib, ayrim tekshirilganligi haqidagi bir sim ko'rinishi ijtimoiy taratqularda oshkor bo'ldi. Muajiratdagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilar bilan Uyg'ur tashkilotlarimi bu haqda inkas qaytirib, doiralarning bu qilmishini oshkora milliy kamsitish deb aybladi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asya Radyosu Tor Televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Aman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.